Assalomu alaykum hurmatli Rishton uy joyini kuzatuvchilari. O'sha Instagramda aytilganimiz 4,5 sotikka qurilgan 2 etajdan qilingan xonadonimiz. Egalarini o'zimizda Rishtonda, egalarining avtomobillari. Xo'p, men bitta narsaga hayron qoldim hurmatli kuzatuvchilar. Shunaqangi boy insonlar bor ekan, ko'z tegmasin. Ko'rishinglar mumkin, mana shu 2 etajli 4,5 sotikka qurilgan xonadonimiz sotilyapti. Tashqarilarda mana bunaqangi mangallari, balkonlari, ikkita uchtadan balkonlari, umumiy 4 tacha sanuzeli bor xonadonimiz, zilyoniy zonalari bor xonadonimiz sotilyapti. Mana bu tomonda kladovkalari bor. Ketdi ichkarilarni birma-bir ko'rsatib beraman. Hurmatli kuzatuvchilar, bittadan like-ni bosib keting. Xudo Allohga oson. Xudo hammamizga mana shunaqangi xonadonlarni nasib qilsin. Nima dedinglar? Ayniqsa musofirdagi akalarimiz qaranglar, narxini boshida aytaman, 175 ming dollarga berib yuborilayotgan xonadon. Rishtonda shunaqa uy bormi deb hayron bo'lib yuribsizmi? O'zimiz ham kelganda ko'rib hayron bo'ldik. Ko'rishinglarki, hamma narsa proyekt bilan qilingan. Hammasi Toshkent stilida qilingan, Yevro stilda qilingan xonadonimiz. Bu yerda bitta ko'rishinglar mumkin, mana bu yerda umumiy rakvina sanuzellari, isitish sistemada umuman muammo yo'q, hurmatli kuzatuvchilar. Bu yerda mana rakvina sanuzellari. O'sha Instagramda aytganimizdek, mebellarini mana shu dizaynni o'ziga yaqin 40-50 ming dollar pul sarflab olishibdi. Qani marhamat, kelinglar. Agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, duo qiling. Alloh menga ham shunaqa uylar yetqizsin. Amin. Xudo hammamizga shunaqa uylar yetqizsin. Eng kamida kambag'al odamimizning uyi shunaqa bo'lsin. Yaxshi niyat, yarim mol deydi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishinglar mumkin, o'sha aytganimizdek mebellariga, mana bu idish tovoqlariga, xullas kalom dizaynni o'ziga yaqin 40-50 ming dollardan oshiqroq ketgan xonadonimiz. Hammalaringga tavsiya qilaman. Xonadonning ichida ham mana bunaqangi narsalarni qilib qo'yishgan. Mana bu joyda ko'rsating, keling. Mana bu joyda bitta mehmonxona. Ma'lumot tariqasida aytyapmiz, 175 ming dollar narx aytishdi, yana o'tib berishadi. O'sha pulni ichida hamma narsani tashlab ketishadi. Mana bu narsani olib chiqib ketdi, unaqa gap so'z yo'q. Mana shu ko'rib turgan hamma narsalaring qolar ekan, hurmatli kuzatuvchilar. Bu joyda detskiga moslab qo'yishgan. Ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, farzandingiz bir musiqa faniga boradigan bo'lsa, mana ko'ringlar. Hamma sharoiti bor. Hattoki lyustralariga, natijnoy patologlariga e'tibor bering. Farzandlarimizni hayolini olmasligi uchun zo'r natijnoy patologlar. Menimcha bunaqa parda Rishtonimizda hech kim qilmagan bo'lsa kerak. Qani endi ikkinchi etajda bismillah deb ko'rsatib beramiz. Aytgancha YouTube'da ko'pchilik bizga obuna bo'lmasdan ko'radi. Bittadan like-ni, obunani bosib qo'ying, xursand bo'lamiz. Siz uchun shunaqangi premium xonadonlarni narxini egalari bilan talashib keling aka, bizning obunachilarimiz yaxshi, musofirdan ko'radiganlari bor, boshqalari bor, yaxshi niyat qilganlari bor deb nima qildik? Mana bu zalga e'tibor bering, katta bir showroom, bir studiya qilib yuborishibdi-yu. O'sha aytganim, Xudo hammamizni mana shunaqangi xonadonlarda yashashlikka nasib qilsin. Oh. Mebellariga e'tibor bering. Har bir narsa o'z o'rniga qo'yib, dizayn bilan qilingan. Bu joyda bitta ko'rsataylik. Konditsioner, ushbu joyimizda isitish sistemadan muammo yo'q. Kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q. Svetdan muammo yo'q. Hamma narsalari qilingan. Mebellarini ham ko'ring, eng oxirgi dizayndagi mebellar qilingan. Lyustralari. Oho, olib turib yashab bersang bo'ldi deydi-yu. Bu videoni ayollarimiz ko'rib qolmasin. Vaydot, mana shu uyda olib berasiz turib olishmasa bo'ldi. Bu yer o'sha bitta rakvina sanuzellari. Metrovoy televizorlarigacha bor ekan u.
uyimiz shunaqangi dizaynda qurilganki, hatto havo aylanishida ham hisobini olib mana bunaqangi spalnini ichiga ham balkonlar ishlab qo'yilgan. Oh, oh, oh. Mana atrofda qo'ni-qo'shnilarda xonadonlari. Keling endi. Meni bu xonadonimizda eng mazza qilgan joyim mebellari bo'ldi. O'zim shaxsan mebellariga ish qozib qoldim. Ya'ni plyus bo'lsa ham 50-60 ming dollar plyus bo'lsa ham bunaqa italyanskiy mebellarni topa olmaysiz bozordan. Bular maxsus zakaz qilib keltirilgan mebellar. Mana bu joyimizni bitta ko'ring. Hurmatli kuzatuvchilar, har bitta dizaynga e'tibor beringlar. Hattoki mana pardalarga e'tibor bering. Mana shu aboyga, natijnoy patologga mos keladigan pardalar qilingan. Bu yer ham bitta detskiga moslashgan spalnilari. Mana bu tomonda ham o'sha aytganimizdek har bitta narsa dizayn bilan qilingan. Bu yoqda ham balkonlari bor. Balkonda ham hattoki chang bo'lmasin deb mana yig'ishtirib qo'yishibdi. Gilamlari bor bu yerda ham. Hech qanaqa muammosi yo'q. Narxini aytib o'tdik. Narxi 175 mingdan o'tib berishar ekan. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Rishton uy-joyini kuzatayotganlar mana zo'r imkoniyat. Bor ekan, o'zimizda ham shunaqa uylar deganlarga mana ko'rishinglar mumkin. Sizlar uchun mehnat qilib ko'rsatib boryapmiz. Bu yer esa bitta yana spalnilari. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Rishton uy-joyini kuzatuvchilar mana zo'r imkoniyat. 175 mingga Rishtonimizdan shunaqa uy topa olasizmi? Aniq garantiya beraman, topa olmaysiz. Chunki shuncha jihozlari bilan agar qilinsa, bizda 250 ming, 300 ming deyshadi. Asli biz sizga arzon narxga 175 ming dollarga topib qo'ydik. Manzilini endi oxirida tushuntirib o'taman. Manzil qayerda ekan deb hayron bo'lyapsizmi? Agar ozgina vaqtingizni olgan bo'lsak, videoni cho'zib, manzilini oxirida aytib ko'ring, hammamizga bir yaxshi niyat qilaylik. Hammamizga Alloh shunaqa uylar yetqizsin deb ozgina vaqtingizni olgan bo'lsam rozi bo'lasiz. Do'stlar, ushbu xonadonimizda manzili Qo'qonda, Qo'qon aeroportdan kelganingizda Baqa spirtzavodga o'ng qo'lga yursangiz mashina bozor mana shu chorrahadan o'tganingizdagi mana shu chap qo'ldagi ko'chada. Hammalaringga tavsiya qilamiz. Puli bor akalarga mana bir olaman deganlar uchun mana zo'r imkoniyat, bos o'raydigan. Narxi 175 ming dollar.